Assalomu alaykum. Hurmatli akalar, mana bugun biz ko'p qavatli uylarning tepasida atvodka, ya'ni bola ayri hosil qilganmiz. O'sha bola ayrilarni kirib chiqish teshigi bu tomonda. Sizni videocha ko'rsatsangiz bo'ladi. Mana teskariga endi bu atvodkalar bundog'i ona ayrilar urug'landi. Endi havo harorati isib ketyapti turgani uchun, bag'da plyonka bo'lgani uchun, nima bo'lgani uchun bu ayrilarning yuqori qavati qizib ketadi. Qizib ketgandan keyin urug' qo'yib turgan ona ayri o'sha romni abit paytlarda tashlab ketadi, chekkalarga chiqib ketadi. Shuning uchun biz bu ikkalasini orasiga ikki qavatli setkadan qo'yamiz va pastdagi ayrini ham ko'ramiz. Undan pishgan urug'ni olib biz ayrisini silkib tushirib tashlab yuqoridagi qavatga qo'yamiz. Uni o'rniga pastga mum chalpaqli rom beramiz. Hozir boshlaymiz. Mana o'rtoqlar, buni olib turamiz. Mana pochasini ham oldik. Mana urug'langan ayri oilasi. Mana ko'ringlar, urug'langandan keyin darrov ayrilar mum uyalarni totishni boshlagan. Hozir bitta mum chalpaqli rom olib chiqing Ikromjon. Mana do'stimiz shogirdimiz hozir mum chalpaqli rom olib chiqadi. Chunki ayrilar urug'langandan keyin aktiv ishlay boshlaydi. Ular darrov urug' qo'yadi. Undan keyin o'sha ochiqroq joylar bo'lsa, ular uyalar yasab oladi. Mana mum chalpaqli biroz ishlangan bultur romni mana qo'ydik. Endi buni bo'shab, endi buni ko'tarib olamiz. Apli nimani plyonkani olamiz. İlk qavatli plyonkani oldik. Mana oling. Endi mana bu ajratgichli panjarani ham olamiz. Oldiga silkib olsangiz ham bo'ladi. Endi bu nimani pastdagi etajimizni eski onani qanday urug' qo'yapti, qay holatdaligini tekshiramiz. Pastdagi mana nimamiz, biz mum parda beriyorduk, ularni ishlabdi. Endi urug'lar cheres bittadan mum parda berganmiz ularga. Mana bunisi yaxshi. Faqat biroz ovqatga qiynalg'isi kelganday bo'lyapti ekan. Hozircha qolganlarini ham ko'raylik. Mana bu mum pardani ham ishlayapti. Mum parda edi bu. Mana biz bu pastdagi etajdan 6 ta pishgan urug'li
romda olib tashirdiqda arilarga. Ona bilan ikkita urug'li rom qolgan nima qiladi? Mana urug'larni qo'yib, mumparamizni ishlab, urug'larni qo'yib, iskanlarga ham yaxshi ishlayapti ekan. Mana bizni qanoatlantiryapti bu. Urug'lari yaxshi. Mana urug'lari juda yaxshi. Ovqat ham kelyapti ekan tabiatdan. Mana ko'ryapsizlar. Mana nima bexijolat. Endi biz buni pastdan hozircha urug'liroq olmaymiz. Biroz bor ekan. Mana onamiz yaxshi ishlayapti. Biz qo'ygan 5 ta mumparlarni ishlab, ko'piga urug' ham qo'yibdi. Mana bu oiladan bexijilmiz endi. Endi biz buni ustiga ikki qavatli setkali aja romni qo'yamiz. Tag'in o'zimizni mana bu oilamizni yangi urug'langan onani bunga qo'yib qo'yamiz. Mana endi bu tepadagi yangi onamiz buni orasiga hozir nima beruvdik? Buni bunday turaylik. Cholashlangan mumparlarni romni qo'ydik. Endi buni yaqinroq qo'yib qo'yamiz yon taxtamizni. Mana yaqin bekitib qo'yamiz. Endi bu yerga nimani qo'yamiz? O'qirchani va oilamiz bilan tayyor holga keldi. Hozircha bu ikki qavatli plyonka bilan mana bu ajratishli panjarani chiqarib tashladi. O'rtoqlar, shunday qilib oilamiz endi bemalol buni 15 kun ko'rmasak bo'laveradi. Ikkala ona ham ishlayapti, yaxshi. Hamma yo'q, yaxshi. Bugun videomizning maqsadi sizlarga shuni ko'rsatishimiz, e'tiborlaringiz uchun rahmat.